Sizlar bilan tanishish vaqti keldi. Biz уже Instagramda 80 ming bo'ldik. Hammalaringizga podpiska uchun rahmat. Shu uchun yangi obunachilarimga o'zimni tanishtirmoqchiman. Ismim Nilufar, 95-yil va buxorolik blogerman. Blogimni 2023-yil noyabr-dekabrlarda boshlaganman, lekin birinchi videolarim rekomendatsiyaga chiqqan bu 24-yilni Ramazon oyida. Oldin vloglarimni, videolarimni faqatgina rus tilida olib borardim va o'sha payt men hali Rossiyada yashardim. Vloglarimdan hech qanaqa daromad, hech qanaqa reklama olmasdim, lekin ozgina rekomendatsiyaga tushsam men juda ham xursand bo'lib, bu menga juda ham katta motivatsiya berardi. Почти 1 yil men hech qanaqa dohodsiz просто tak video olib yurganman. Nima uchun hali siz Buxoroda, hali Rossiyada deb so'raganlar uchun, men bundan oldin 14 yil Rossiyada yashab, katta bo'lib kelgan qizman. Aytgancha, men turmushga chiqqanman va to'yim ham Rossiyada bo'lgan. Va men vlog yuritishni boshlagan paytim parallelna ishlardim. Shu uchun в основном meni kontentim yoki trend yoki день из жизни bo'lardi. No, хотя men o'zim лично beauty bloger bo'lishni juda ham orzu qilganman. Va aynan 2024-yil yozda biz Buxoroga borgan paytimiz, shunda день из жизни Buxoroda bir kunim deb video olishni boshlagan paytim juda ham katta auditoriyaga rekomendatsiyaga chiqib, menga juda ham ko'p odamlar podpiska bosib, meni shunaqa qilib Buxoroni bloger qilishgan. Bir oy Buxoroda отпускda bo'lganman va u отпускni ichida juda ham ko'p qizlar, reklamadatellar, salonlar bilan tanishib, barterga ishlaganman. Haligacha hammalari esimda bor. Bundan oldin buxorolik blogerlardan faqatgina Hamida, Shirin hamda Hikmatullayevlarni tanirdim, lekin lichna hech kimni kuzatib yurmaganman. Va hozirda juda ham ko'p blogerlarni taniyman va ular ham meni tanisilar kerak. O'zim haqimda hech nimadan qo'rqmaydigan, sumashedshaya, faqatgina o'zini yo'li bilan yuradigan bloger deyishim mumkin. Va undan tashqari o'zim, oilam, qiziqishim, fikrlarim, ishlarim hamda o'zimni lishni hayotlarim, qanaqadir переживанияларым haqida o'zimni blogimda aytib berganman va bundan keyin ham aytib sizlar bilan bo'lishib boraman. Menga obuna bo'lib, meni chin yurakdan podдержка qilib yurgan insonlarga hammalariga katta rahmat. Da qanaqadir period men ozgina nervni bo'lib, qanaqadir neadekvatni inson bo'ldim. No, hammalaringizga, men bilan qolganlaringizga katta rahmat. Keyin ham shunaqa sumashedshий nilushkalaringiz sizlar bilan birga bo'ladi. Всем пока.